Barchaga salom do'stlar. O'qishlar yaxshimi? Bahola 5 mis qilib. Kelinglar bugun sizlar bilan hosil bayrami haqida gaplashamiz. Insoniyat azaldan yil davomida qilgan mehnatining hosilini yig'ib olish jarayonida turli ko'rinishlarda hosil bayramini nishonlab kelishgan. Ota-bobolarimiz hosil bayramida xalq sayrlari, kurash musobaqalari, dorbozlik o'yinlari va katta ziyofatlar uyushtirishgan. Bu insonlarni birlashtirib, o'zaro axirlikni kuchaytirish uchun edi. Yig'ilgan hosilning bir qismi ehtiyojmand oilalarga, yana bir qismi qo'ni-qo'shnilarga tarqatilgan. Bu bayram saxovat va o'zaro yordam ramzi edi. Qadimgi Sharq va Osiyoda dehqonchilik asosiy hayot manbai bo'lgani uchun hosil yig'im-terimidan so'ng albatta shukronalik marosimlari o'tkazilgan. Hosil bayrami har bir davlatda o'ziga xos shaklda o'tadi. Mana misol uchun Amerikada 1-marta 1621-yilda qit'aga ko'chib kelgan ilk yevropaliklar dehqonlarga minnatdorchilik bildirish uchun bu bayramni uyushtirishgan. Bugungi kunda ular bu bayramni har yili noyabr oyining 4-payshanba kuni nishonlashadi. Germaniyada esa mamlakat shahzodasining nikoh to'yi sifatida boshlangan bu bayram vaqt o'tishi bilan dunyodagi eng katta hosil bayramiga aylanib ketgan. Koreyada bu bayramni shukronalik kuni sifatida 15-avgustda nishonlashadi. Buyuk Britaniyada 1843-yilda cherkovlarni uyda yetishtirilgan meva va sabzavotlar bilan bezash an'anaga aylana boshlangan. Shuningdek, Xitoyda Qinjin bayrami sifatida oy kalendarining 8-oyida, Eronda Mehrjon bayrami nomi bilan oktyabr oyining boshlarida nishonlanadi. Hosil bayrami bu eng muhim bayramlardan biri. Chunki hosil mo'l-ko'l bo'lsa, xalq hayoti farovon bo'ladi. Bu bayramning maqsadi insonlarni mehnatga rag'batlantirish, xalq orasida birdamlikni shakllantirish, ona tabiatimizni asrab-avaylash va uning ne'matlaridan oqilona foydalanishdir. Aziz do'stlarim, ko'rishguncha